Yurakning ozuqi deb namagan. Laborat kyoshra, fumi kyoshi. Kyo 10 tablet deyamsa. Tushuncha quloq solayli. Buni badanda o'zi bir qilcha olgan ajratib chiqaradigan bir narsa tarkib. Bu hamda biz shu birsi qilib aytganda arg'in. Faqat uxlab qolsanglar bir xil jonsiz, ruhsiz qolganlar nisbatan badaniga fumi kyoshiniki qilcha bo'lish iqtidor tuvanlab minutda deb tushunsangiz bo'ladi. Bu bir shu badanda o'zi hosil bo'lmagan vaqtda o'sha o'xshab qo'shimcha maxsus fumi kyoshilardan to'liqlab yaparsak bo'ladi. Buning asosiy roli badandagi yurakdagi bo'libmi ozuqliq, yurak bir yaxshi ozuqliq. Odamlar ozuqliq deymiz kuni meni harakat qilish uchun shu tomoq yegan bo'lsa, yurakdan boshqa soqab qilish uchun işte bir ozuq bo'lib ketadi. Bu dal yurakning bir ozuqi. Undan boshqa immunit kuchini yuqori ko'tarish foizi bor. Bu badanda o'zi xirchon bo'lgan bir narsa dedik ekan, yoshdan cho'ngishga ergishib, bo'libmi tadin turdagi dorilarni yavatgan hisoblanib qolsa, mushniki xirchon bo'lishini yig'ib to'sab qo'ydi. Shunga badanda jiq hosil bo'lmaydi. Bo'libmi tadin turdigan narsani yavatgan bo'lsa, cho'qim yapish kerak. Undan boshqa elle bu doktorxonalardami, nankadimi berdi. Mana shu homil elishdan burun, baliq bo'lishdan burun har ayol ikkita taraf yapirish kerak. Homil elish qoidasi bor. Undan boshqa buni alaylik hamda davlatimizning kimsh barliq aholilarga nisbatan tavsiya qilingan miqdori. Buni tavsiya qilingan miqdor deb aqana narsani bekitib berdi davlatimizdan. Nurg'unlagan tajribalar ishlangan ekan. Davlatimizning tavsiya qilingan miqdori 50 mg kunlik. Shu dal 50 mg-da yasalgan. Undan boshqa ishchidan tortib teshig'icha ishlatgan materiallar yaxshi sifat bo'lgan materiallar. Kunda bir ta yapasak bo'ladi. Qo'shimcha buni kasal davolayman, yurak kasalini saqlayman emas. Yurakniki ritmsizliklarni va yoki ashtar kasal qoldirib bo'lib qo'yishning oldini olish uchun yoki mush badanimga mush ozuqlarni to'liqlab, ruhliq jonliq qo'shimcha uyquni yaxshilash uchun gapirma degan maqsadda yapasan.